Assalomu alaykum. Chorva Biyagomus YouTube kanalimiz obunachilari hamda bo'lajak obunachilar. Mana hozir Biyagomuslarga ekilgan parnish pomidor issiqxonalarimizga kirib keldik. Xudo xolasa bu joyda Biyagomus defekti dehqonimiz juda xursand holatda tavsiflab beryapti. Mana gullab g'o'ralashga kelyapti. Xudo xolasa endi buni tagini bitta chopib qilib ipga tortish boshlanadi Xudo xolasa. Dehqonlarimiz xursand, Xudo xolasa Biyagomus effekti zo'r bo'lgan. Biyagomus tabiiy organik o'g'itda. Mana Xudo xolasa gullab shanalashni boshlayapti. Bu tabiiy organik o'g'it ko'chatni quvvatini oshiradi, hosildorlikni oshiradi hamda chidamliligini, kasalliklarga, har xil kasalliklarga chidamliligini oshirib beradi. Mashalloh. Ekkaniga hech qancha bo'lmadi. Bu ekkan ko'chatni qo'yganiga adashmasam 1 hafta 10 kun bo'ldi. Ko'chatlar. Mashalloh.